Bugungi dars rejamiz Quyosh sistemasining differensial yondashuv asosida o'rganish. Darsimizning mavzusi Quyosh sistemasining tarkibi, sayyoralar harakatida differensial dinamik orqali tushuntirish. Maqsadimiz bugungi darsga qo'ygan o'quvchilarga Quyosh sistemasi haqidagi asosiy tushunchalarni yetkazish, sayyoralarning orbitalari va gravitatsiya konvensiyalarini tushuntirish, differensial yondashuv asosida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos metodlarni qo'llash. Darsimiz turi aralash, differensial yondashuv, interfaol ta'lim, guruhli ish. Demak, bugun biz osmon sayyoralari haqida bilgan ma'lumotlarimizni barini jamlab taqdimot o'tkazamiz. Demakki, hozir biz osmon jismlari haqida videorolik tomosha qilib, shu bo'yicha amaliy mashg'ulot o'tkazamiz. Marhamat, diqqat bilan kuzating. Quyosh tizimi yoxud Quyosh sistemasi 8 ta sayyoradan iborat. Sistema markazida Quyoshning o'zi joylashgan. Uning atrofida quyidagi sayyoralar harakatlanadi. Ular Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Jupiter, Saturn, Uran va Quyosh sistemasidagi eng olis sayyora Neptun. Shuningdek, Quyosh sistemasida ko'plab kichik sayyoralar mavjud. Ishtirokchilar, hozir biz Quyosh sistemasidagi sayyoralar haqida videorolik tomosha qildik. Endi mana shu videorolikda ko'rgan sayyoralarimizni guruhlar amaliy mashg'ulot sifatida namoyon qilasizlar. Koinot guruhi Quyosh sistemasidagi kichik sayyoralar, ya'ni qattiq va Quyosh guruhi sayyoramizdagi gigant katta sayyoralar haqida ma'lumotlar to'playsiz va taqdimot tayyorlaysiz. Marhamat. Nomlarini yozamiz va barcha ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Qirqimimizda bitdi. Taqdimotlaringizni namoyish qilish vaqti keldi. Marhamat. Biz jamoamiz bilan 4 ta sayyorani galaktika Quyosh atrofida aylanish sistemasini joylashtirdik. Bu 4 ta sayyora ham qattiq qobiq bilan qoplangan. Birinchi Merkuriy. Merkuriy Quyoshga eng yaqin bo'lgan sayyora. Quyosh atrofida 88 yilda bir marta aylanib chiqadi. Qattiq qobiq bilan qoplangan.
uchun nomlanadi, qizil sayyora hisoblanadi. Rahmat, xizmatlaringiz uchun. Rahmat. Miriq deb ham nomlanadi. Guruhi taqsimotlaringizni namoyish qilishlar keldi. Biz guruhimiz bilan quyosh atrofida aylanib yuradigan sayyoralardan gazli sayyoralar haqida ma'lumot beramiz. 5-o'rinda turadi Yupiter sayyorasi. Yupiter yolg'iz yulduz, gazli yulduzlar hisoblanadi. Pastki yulduz eng katta va eng og'ir yulduz ham hisoblanadi. U 5-o'rinda turadi. Quyosh atrofini 12 yilda bir marotaba aylanib chiqadi. Saturn sayyorasi Quyosh sistemasida 6-o'rinda turadi. Bunda yer kabi bunda ham yil fasllari mavjud, almashib turadi. Bir fasli 7 yil davom etadi. Rangi o'zgaradi, halqasimon sayyora. Unda ba'zan olmosli yomg'irlar ham yog'adi. Quyosh atrofidagi 7-chi sayyora Uran sayyorasi. Uran sayyorasini Yunon xudosi deb nom belgilangan. Uran sayyorasi 84 yilda Quyosh atrofini aylanib chiqadi. U shimoldan janubga qarab aylanadi. Quyoshdan uzoqligi 8-o'rinda turadigan sayyora bu Neptun sayyorasi bo'lib hisoblanadi. U eng uzoq sayyora hisoblanadi. Rahmat. Rahmatingizga ofarin. Rahmat taqsimotlaringiz. Hurmatli ishtirokchilar, taqsimotlaringiz uchun rahmat. Juda ajoyib chiqqan. Endi sizlarga yana bir topshiriq. Hozir men bo'limda ikkita guruhga moslashgan ikkita ishlashingiz uchun mavzu tayinlangan. Hozir tanlashga egasiz. Mana shu olgan mavzungiz bo'yicha bitta darsda qanday metodlardan qo'llanasiz? Shuni namoyish qilishlaringizni iltimos qilaman. Bir metodmi? Mana shu olgan kartochkangizni orqasiga yozilgan so'zni o'qiymiz. Kim sudralib beruvchi? Sudralib beruvchilar haqida bilgan ma'lumotlaringizni yozasiz. Rasmi, ma'lumotlar, sizlarda sut emizuvchilar haqida bilgan ma'lumotingiz hamda rasm va taqdimotlaringizni yozib qolaman. Marhamat, vaqt ketdi.